Assalomu alaykum. Aynan nega Kia Sonet xarid qilishni 5 ta sababini aytib o'taman. Yo, bismillah. Xo'p. Avtomobilimizda 1,5 litrlik atmosferli motor, 115 ot kuchiga ega bo'lgan, benzin tanlamaydigan, metan, propanni bemalol qabul qila oladigan dvigatel joylashtirilgan. Bu 4 porshunga ega bo'lgan dvigatelimizda 8 ta injektori bor. Aksariyat 4 porshunli mashinalarimizda biz bilamizki 4 tadan injektor bo'ladi. Bunda esa 8 ta. 8 ta injektor bizga nima qilib beradi? Birinchidan, yoqilg'i sarfini kamaytirib beradi sezilarli darajada. Ikkinchidan esa avtomobilning dvigatel quvvatini oshiradi. Xo'p, bu mashinamiz bemalol metan, propan, har qanday gazni qabul qila oladi. Bunga 150 ming kilometr yoki 5 yil garantiyasi ham mavjud. ABS tormoz bilan va klimat kontrol bilan jihozlangan avtomobil. Aynan bizlarni klimatimizga moslashtirilgan, aynan bizlar uchun yaratilgan desa ham u noto'g'ri bo'lmaydi. Avtomobilimizning yoqilg'i sarfi shahar tashqarisiga 4 litr, shahar ichkarisiga 7 litr. O'zining kitobida esa 6 litr yozilgan. Avtomobilimizda kunduzgi yorish chiroqlari mavjud va LED faralar bilan jihozlangan. Multifunksiyonal rul, elektronniy tablo, sensorli monitor, klimat kontrol, haydash rejimlari, o'rindiqlarni sovutish rejimlari, besprovodnoy zaryadka, avtomat korobka, USB portlari ham mavjud. Va avtomobilimiz Bose akustikada turadi. Bu juda ham sifatli sizga ashulalarni eshitishni ta'minlab beradi. Orqa o'rindiqlari, yo bismillah. Ko'pchilik avtomobillarda orqa o'rindiqlarida xuddi shunaqa deflektori bo'lmaydi, havo kanali. Aynan shu avtomobilimizda bor. Tepasida lyuk ham bor. Orqada bemalol o'sha qulay gradusda, qulay haroratda va qulay sharoitda ketish imkoniyati bor. Orqa bagaj ham keng va chuqur, shtampovniy diski va o'zining sabvuferi va uslitlari mavjud.